Ushbu gitar otvorish kompaniyaga $10 million tushdi va aviatsiya tarixidagi eng qasaskor aksiyalardan biri bo'ldi. Musiqachi Dave Carroll United Airlines samolyotida uchgan va Dave gitarasini olganda u jiddiy shikastlangan bo'lgan. U darhol ishonch telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin unga ertaga qayta qo'ng'iroq qiling deyishdi. Muammo shundaki, ertasi kuni uni konserti bor edi. Dave zudlik bilan ustaxonaga murojaat qildi va u yerda ta'mirlash uchun $1200 to'ladi. Ertasi kuni u yana aviakompaniya bilan bog'lanib, tovon pulini talab qilgan, biroq rad javobini olgan. Go'yoki voqea bo'lgan kuni u shikoyat qilmagan. Garchi u harakat qilgan bo'lsa-da, uni shunchaki e'tiborsiz qoldirishdi. Shunda u qasos olishga qaror qildi. Do'stlari bilan birgalikda u United Airlines gitaralarini sindiradi degan qo'shiq yozdi. Unda u kompaniyani ochiqchasiga masxara qildi. Dastlab United bunga e'tibor bermadi, ammo bir necha kundan so'ng kompozitsiya virusli bo'lib qoldi. 2 kun ichida uni 19 million marta tomosha qilindi. Sarosimaga tushib qolgan aviakompaniya unga rolikni o'chirib tashlash uchun yana o'sha $1200 ni taklif qilgan. Biroq u endi kech bo'lganini aytib, rad javobini bergan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu hodisa kompaniyaga $10 million dan ortiq mablag'ga tushgan. Musiqachi to'g'ri ish qildimi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.